uzunliklari 1,5, 2,5, 3 bir nisbatda bo'lgan 4 ta DNK molekulasi berilgan. Birinchi DNKda guanin sitez o'rtasida 45 dana vodorod bog'i mavjud. DNKdagi adenin nukleotidlar 2, 3, 4 bir nisbatda, 4-chi DNKda adenin nukleotidlar 30% tashkil etsa, quyidagilarni bajaring. Eng birinchi 4 tane DNK chizib olamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi DNK. Birinchi DNK 1,5 uzunlik nisbat shu nukleotid nisbatini beradi. 2,5x, bu 3x, bu x. Aytib turibdi, birinchi DNKda guanin sitez o'rtasida vodorod bog' 45 tane. Boshda adenin timirlar yozib chiqing. tane vodorod bog' bo'lsa, 15 tane guanin, 15 tane sitozin bo'ladi. Keyin pastda adeninlar yozib chiqaman. Adenin. 4-chi DNKda adenin 30% tashkil etadi. O'z jami nukleotidimiz X, buni 0,3 ulush o'tib ko'paytiradigan bo'lsak, 0,3x adenin. Lekin bular 2x, 3x, 4x hamda x nisbatda. Ya'ni bu x nisbatimiz 0,3 bo'lsa, 4x nisbatimiz 1,2x bo'ladi. 3x nisbatimiz 0,9x. 2x nisbatimiz 0,6x. 0,6x adenin bo'lsa, timin ham 0,6x bo'ladi. Biz nisbatlarni to'g'rilab oldik. Bizlara yuqoridagi 2x, 3x, 4x degan nisbatlar kerakmaydi endi. Endi sal pastga tushirib yozadigan bo'lsam, yo'q, shuni yozaring. 0,6x adenin, 0,6x timin, 15 guanin, 15 sitozin 30 deb yozdim. Bu 1,5x jami nukleotidga teng. Bu yerdan x topadigan bo'lsam, 1,2, 0,3x teng 30, x teng 100 ekan. Neydi x bo'lsa, shu 100 teng bo'ladi. Bu yerdan 300, 250, 150 nukleotid. Endi birinchi shartda aytibdi, 4 ta DNKdagi jami guaninlar. Boshda adenin topib chiqishim kerak. Buni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu yer 90, buni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam 120, buni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam 30. Endi yozib chiqaman. 90 dana adenin, o'z 250 yarısı 125, 125 dan 90 dan 35, 300. 300 bo'lsa, bir zanjiri 150, shundan 120 adenin bo'lsa, 30 guanin bo'ladi. Bir zanjiri 100. Bir zanjiri 100 depman, DNK 100, bir zanjiri 50, 30 adenin bo'lsa 20 guanin. Endi A shartda shu guaninlarni ko'rishim kerak. 15 guanin, 35 guanin, 30 guanin, 20 guanin. Jami 100 dana guanini bor ekan. Endi bu shartda 4 ta DNKdagi jami vodorod bog'ini topish uchun jami nukleotidda jami guaninni qo'shaman. Ya'ni 150, 250, 300, 100 bu jami nukleotid, bu 100 jami guanin. Berimiz 400, 700, 800, 900. 900 dana vodorod bog' bor ekan.